2026-yilda kamida bitta bankda islomiy darcha faoliyati yo'lga qo'yiladi. 2030-yilgacha to'liq islomiy bank faoliyatini amalga oshiradigan ikkita bank tashkil etish rejalashtirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 25-mart kuni Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish, raqamli texnologiyalar xalqaro markazi faoliyatini yo'lga qo'yish hamda bank tizimida islomiy moliya mexanizmlarini joriy qilish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Yig'ilishda O'zbekistonda islomiy moliya xizmatlarini joriy qilish masalasi ko'rib chiqildi. Mamlakatda tovarni nasiyaga sotish orqali mijozni moliyalashtirish, murobaha, foydani taqsimlash sharti asosida mijozni moliyalashtirish yoki pul mablag'larini jalb etish, muzoraba, vakillik shartnomasi orqali pul mablag'larini berish yoki jalb etish, vakala, tovarlar uchun oldindan haq to'lash orqali moliyalashtirish, salam va istisno, birgalikdagi faoliyat orqali mijozni moliyalashtirish, musharaka, mol-mulkni ijaraga berish kabi operatsiyalar, shuningdek, qonunchilikda zid bo'lmagan boshqa islomiy moliya instrumentlarini joriy qilish nazarda tutilmoqda. Bunda sotilgan tovar ustamasiga qo'shilgan qiymat solig'i hisoblanmasligi, investitsiyaviy omonatdan olingan daromad soliqdan ozod qilinishi, islomiy ijara shartnomalari moliyaviy ijara va lizingga tenglashtirilishi belgilanmoqda. Sohada tizimli boshqaruvni ta'minlash maqsadida Markaziy bank huzurida Islomiy moliya kengashi tashkil etiladi. Shuningdek, islomiy moliya xizmatlarini ko'rsatuvchi banklarda ham alohida kengashlar tuziladi. 2025-yil oktyabr oyida Markaziy bank raisi o'rinbosari Abrorxo'ja Turdaliyev 2030-yilga borib mamlakatda 10 ta islom banki ochilish kutilayotganini aytgan edi. Bundan tashqari 3 ta davlat banki islom darchalarini yaratadi.